ahalining daromadini oshirish, ularning bandligini ta'minlash maqsadida biriktirilgan iqtisodiy kompleks, banklar hamda mahalladagi yettilik bilan birgalikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun ham hozir ertalab 8da shu banklar bilan mahalla yettiligi bilan aynan shu masalalarda gaplashib, mana shu oyning yakuni nima bo'ladi, keyingi oydan qanday ishlarni qilamiz degan vazifalarni birgalashib gaplashib oldik. Asosiy mana shu iqtisodiy ko'rsatkichlar mana joriy yilning birinchi chorakidagi tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga belgilangan prognoz ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha zarur choralar ko'rilgan. Sanoat mahsulotlari hajmi 515.9 milliard so'mga o'sish sur'ati 107.8% bo'ldi. Xizmatlar hajmi 288.7 milliard so'mga o'sish sur'ati 115.7% bo'ldi. Qurilish pudrat ishlari hajmi 61.6 milliard so'm bo'lib, o'sish sur'ati 111.2% bo'ldi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 317.5 milliard so'm, o'sish sur'ati 107.1% ga o'sib, mana shu bajarilishi ta'minlandi. Hududlarda hududiy investitsiya dasturining bajarilishi bo'yicha Amudaryo tumanida 2026 yilda 545 milliard so'mlik 26 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilishi. Buning natijasida 1115 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi hamda 26 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Mana shu 26 mana shu obyektga mana shu gaz, tok, elektr energiyasini yo'lini qilib berish uchun mana shu hukumat davlatimiz tomonidan shu 25 milliard so'm tadbirkorlarga yengillik bo'lish uchun 25 milliard so'm mablag' ajratib berildi. Sanoat sohasida 95 milliard so'mlik 8 ta loyihalar, 142 ta ish o'rni bo'ladi. Xizmat ko'rsatish sohasida 449 milliard so'mlik 17 ta loyiha, bu 968 ta ish o'rni bo'ladi. Qishloq xo'jaligi sohasida 540 million so'mlik bitta loyiha, 5 ta ish o'rni bo'ladi. Bugungi kunda qiymati 903 milliard so'mlik 3 ta loyiha ishga tushirilib, 23 ta ish o'rinlari yaratildi. Eksport hajmi bo'yicha Amudaryo tumanida 2026 yil jami eksport hajmi 18.6 million dollarlik qilib turib belgilangan. 2026 yil yanvar-mart oyida mana shu 2 million 549 million dollar eksport qilish rejalashtirilgan. Amalda 5 million 846 ming dollarlik eksport qilindi. Reja 229% ga bajarildi. Xorijiy investitsiyalar jalb qilish bo'yicha 2026 yil 38 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtirilishi reja qilinib, shu kunga 25 million dollar xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobiga to'g'ri keladi. 2026 yil yanvar-mart oyida 1.1 million dollarlik investitsiya o'zlashtirish reja qilinib, amalda 6.7 million dollarlik xorijiy investitsiya kreditlar o'zlashtirildi. Reja 597% ga bajarildi. Kambag'al oilalarni xizmatlar bilan qamrab olish bo'yicha 2025 yil 1-yanvar holatida tumanda kambag'allik darajasi 11.4% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2026 yil 1-yanvarda 6% ga tushishga erishildi. Yilning yakunida mana shu niyat qilib o'tiramiz, hammamiz 3.2% ga tushirishdi. Tumanda 2026 yil davomida 1744 ta oilani, shundan yanvar-mart oylarida esa 365 ta oilani xizmatlar bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Bo'lib, amalda bugun mana shu 634 ta oila xizmatlar bilan qamrab olindi, reja 174% ga bajarildi. 232 nafar doimiy va mavsumiy ishlarga joylashtirildi. 131 nafari imtiyozli kreditlar berildi. 80 nafari kasb hunarga o'qitildi. 383 nafari tadbirkorlikqa jalb qilindi. Aholini doimiy ish o'rinlariga joylashtirish bo'yicha mana shu yanvar-mart oylarida tumanda doimiy ish o'rinlariga joylashtirish rejasi
10 ta iş o'rni yaratish rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 830 ta ish o'rni yararlashtirilib, bu rejamiz 136 ta 1% ga bajarildi. Norasmiy ish o'rinlarini rasmiylashtirish bo'yicha mana shu joriy yilda yanvar-mart oylarida 693 ta ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 1980 ish o'rni yaratilib, reja 286% ga bajarildi. Aholi daromadini oshirish. Joriy yilda yanvar-mart oylarida tumanda 2248 nafar oilaning daromadini oshirish reja qilingan bo'lsa, amalda 2729 nafar aholi daromadlari oshirildi, reja 121 da 4% ga bajarildi.